Voy billarim. O etrafim o'pdi. Aytgancha qishlog'imizga yangi uylar qurishgani shunisi yoqmayapti. Bunisini ichiga tushmagan. Bu yangi boshqa qishloqdan shahardan kelganlar uchun sotiladigan uy. Bu esa ijaraga mana. Qancha qayersan? Yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Mana 4 kishilik tepa mehmonxona desa ham bo'ladi. Ijaraga. Bunisi ham shunday do'stlar. Bu mana jonim magazini. Buni bugun bertaman sizlar. Mazda. Bu ishini ham o'zgartirish kerak-da. Mana kalit olur. Endi kalitda bu kalit. Qani tushmadimi? Do'stlar tushmadi. Mana zapas kalit bor. Shu ishni almashtiraman u. Hozir telefonim. Xullas do'stlar, men yer bilan hujjatlarni mana hujjat. Do'stlar, mana hujjat. Nomini tutib oldim. Hujjatni tegib turadi. Telefon. Kechqurun bo'lsa uxlaymiz. Bu joyimda ne olsun? Do'stlar. Uzr salomlash esimdan chiqibdi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Java Gaming. Короче, pul olamiz. Zakaz qilib o'tiramiz, o'zimiz boramiz. Mana hozir endi pichoq qilib ketamiz do'stlar. Mashinam olish kerak. Alo. Assalomu alaykum. Qanday yordamimiz kerak? Xullas, 13-qishloq. Birinchi uyga, ikkinchi uyga yetib kelinglar. Hop, hozir sizga telefon qilishadi. Ha, bu. Endi telefon qilishim kutish kerak. Yani telefon. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayoqqa borish kerak? Xullas, 13-qishloqqa keling bo'ldi. Keyin akasini o'zim belgilayman, Yandexni. Hop. O ana bo'ldi. Men borib narsalarni olib kelay, magazinga ham qo'shma narsalarni olib kelaman. Oxirgi narsa qoldi do'stlar. Mana shu oxirgi narsalar eshiklar qoldi faqat. O'zi bezatib bundan kichik narsani olib kirib qo'yib taxlab hamma joyi chotga qo'ydi o'zi. Pulim pash qolmadi, qarz ham kirib qoldi. Jami 5 million qarz kirdi. O'sha shuncha odam kelyapti. Nima olasiz, brat? Mana qizil telefon ancha. Ko'rmayapsan, brat? 30 ming. 30 ming, 25 ming qilib beraversan. Adashib ketdim bu telefonlar aytgancha. Telefonlamas. Boshqa narsa, mani telefonimni yozib qo'ydim, telefonda 500 mingdan 5 milliongacha. Telefon nechi bor? Qizil telefon takamiz. Telefonni qani? Telefonga yozib. Qizil telefon 1,5 million. 1,5 million. Darto'g'ri Bor, aka hozir ko'rsam. Bering. Ha, berchi. Qaysi edi?
agar xohlasangiz mana telefon bor. O, yaxshi ekan. Ha, yaxshi, hozir tashlab beraman. Keyin planshet ham bor. 700 mingga. Planshet ko'rsatchi. Hozir ko'rsam. Planshet. Mana planshet. Xo'sh, yaxshi. Mana telefon, planshet. Qaysi buni olasiz? Shu telefoningni o'rab berur. Vallahi kavod telefon olib berasiz. Yoqqa bor. Bo'ldi, brat chiqib ketdilar. Mana berdilar. Brat nimada o'g'lasmi? Shimotdan. Mana jonim. Yo'q, gapirsangiz kerak. Rost do'konga qarab turdim. Nimadir olib keting, shuncha qo'lim yarashsa sizga skit qo'yaman. Bu turgan qizil telefon tayinlab turib, hozir pul bilan kelaman. Necha pul berasiz? Qizil telefon 2,5 millionmi, 1,5 million. Boyani biletga xato aytdim, qizil telefon 2 million ekan. Mayli, gap. Video 700 ga beraman. Beraman. Baraka beraman. Bo'lgani 5 joning boring plyus olib keling. Xo'sh, go'zal telefonni olib tayyorlab turish kerak. Salgin spakovka qiladi aka. Mana buni kam. O, rahmat aka. Mana telefoning. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'ldi, hozir do'konni olib ketaman. Bugun savdo yaxshi bo'ldi. Mana normal narsa sotildi. Mana bular 9 ta, 10 ta qolganiga qaramanglar, o'zi 10 ta 8 ta 7 ta olib keldim. Bularni 32 ta, 33 ta shunaqa qilib olib keldim. Buni 60 ta qilib olib kelmadim, pulim yo'q edi. Bu ham sotilmadi, men olmadim. Daraxt sotildi baliq bilan. Baliq bilan marta bitta kravati, oyna sotildi. Butdan esa shu telefonlar sotildi. Bu yerdan hech narsa sotilmadi. Bu yerdan hech narsa, shunchaki bloklar. Va do'stlar, ertangidan mana bu yoqqa eshitib olaman. Va endi o'yinga borib uxlayman. Nima bu? Telefon aka. Osh. Kim bu? Mer aka. Alo. Javob olsam. Quloq tutdim. Xullas tez mana uyimga yetib kelgan. Nima bo'ldi yana? Ertalabdan. Ertalab qopti, soat 11:30 bo'ldi, qara. Xo'p, yaxshi. Короче, tez yetib kelgan, oylik chiqdi. Shu haqida muhokama qilib gapirib olamiz. Oz nasib boraman. Xo'p, tezroq kel. Bo'pti. Do'stlar, hozir umrim bo'lib ketibdi-yu. Ertalabdan chiqmoqchi edim men magazinga. Xo'sh, bitta non yeb olay mayli. Ana bo'ldi. Qani Mer akang yoniga boraylik-chi. Nima qildi ekan? Xullas, do'stlar, mana bu uylar nega qurildi desa, shu aytdim-ku boya. Xullas, bu uylar endi bizning qishloqqa ko'p qurilar ekan. Assalomu alaykum Mer aka. Alaykum assalom. Nima gap? Yaxshi. Fermer bog'lingizmi aka? Ha, bugun shunaqa kiyibman. Voy, malades. Bilasizmi ukam? Tinch, bratish. Normalni gapir, bir ko'raversanmi uchun. Bo'pti, nima gaplashib keling Mer aka? Xullas, magazinga ochibsan, to'g'rimi?
Ha, aytdimi? O'sha magazinda yarim pulli o'sha magazinda yaxshi podxod, yaxshi pul chiqmasa to'g'rimi? Bo'ladi, unisini aytmayman. Короче, hozir manda pul yo'q, lekin sani oyligiga pul bor. Agar oyligini bersam, qarzga narsa berib turasanmi? Ha, bo'ldi, men aka berib turaman. Akamsiz u. Kim o'li? Bitta oyligini ozib beraman. O'zi oyini 3 million chiqqan. Bu oy yaxshi ishladik, shuning uchun 3 million chiqqan. Bo'ladi doy. Mana ukam ol. Rahmat men aka. Akamsizni hurmat qilaman. 3 million bir urib tashib. Bo'pti ukalar, nima gapirasiz? Ukam o'ylashyapsanmi? Men gapiryapsanmi? Ko'raversan birga bir. Davay yur. Davay emas, kechasiga. Davay. Bo'ldi. Ukam shunaqa chimo'lanib qolasan, birati. Ketib qoldimi? Ketdi. Nereye ketib qolibsan? Qani? Nereye ketib qolibsan? Sen gapir. O'zar bordi. Kim o? Bu zo'r amal bu. Xo'p do'stlar. Nima bu? Xullas men yana bitta narsa ochmoqchiman. Nima desanglar, hozir men aka bilan kelishib keldik shu narsani. Hozir chiqaman, kelishmay. Endi men kelib qoldi. Xullas o'rmonga bitta taku qurib, o'rmonchi bo'lib olish kerak. Men aka, ha, yana nima deysan? mana shu bitta o'tdi qani boshqa gap. Короче, magazinimda daraxtlar bor, buruklar bor. Shu daraxtlarni o'rmonga olib borib, o'rmonda o'zim anaqa narsalarni, daraxtlarni chopib, daraxt sotsam yoki uylarni remont qilib bersam. Bo'ldi ukam. Deb aytmaysan men aka? Mayli, gap bo'pti, bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kutib turgan bir pas chimo. O'rmanga. Hop. Xullas men aka kelishdi, to'g'rimi? Shunaqa qilaveraymi? Ha, qilaver, gap bemalol. Sani ko'chadagi nomerlaringni yozib qo'yamiz, qilib bemalol remont qilib berishadi. Remont qildirishadi. Addishi men aka. Bitta qarsam peshanasidan lekin nima edi, shilapasi bor. O'ynashmayapti. Siyu kadayli. Ochey. Bo'ldi do'stlar. Ertadagi o'sha takoy ketadi-yu. O'rmonga narsalarni qurib. Xullas do'stlar. Hamma uxlayman bo'pti. Ay, gap uxlayman. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Tinchmisizlar? Savollarga yaxshimi? Qanday takoy videochi? Xullas video yoqayotgan bo'lsangiz like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. 60 ta bo'ldi. Addishi. Keyin kommentariyaga yozib qo'yinglar, mana bunaqa uylarni olib tashlaymi yo sururtimmi? Lekin hammasini o'zim qurdim. Xullas do'stlar, videoda sal og'zim qolib peshin notasizliklar bo'lgan bo'lsa va videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 100 ta bo'laylik. Xullas men aytib o'tganimdek, keyingi qismda premash tomonlardan bitta uychami bunkerni ochiraman. Xullas, yo'q, bu emas. Mana shu tomondan ochaman. Keyin o'rmonda takoy bitta bunkerda daraxtlar qilib, o'sha yerdan hammaga remont qilib, soqqani ko'ramiz. Keyin yozib oringlar. Xullas men yo'llarga ham uylar qurib, bu qishloqni qog'oz tiqib tashlamoqchiman. Mana shuning ichida 2 yer bor. Mana shu yo'llarga qurib tashlayman deyman. Ko'p sig'adi. Mana yo'llarda uy kam. Xullas, men javob
Java Game MC keyingi videoda ko'rishguncha, mana shu video 15 ta like kelsa keyingi video chiqadi. Xayr, salomat bo'ling.